hurmatli dehqonlar, hamkasblar. Men ismim Mirodil, Agrimatik kompaniyasi sotuv menejeri bo'lib ishlayman. Singenta brend ostida Baraka nomli tarvuzimiz bor. Bular ekkanlar. Fikringiz qanaqa u tarvuzda masalan? Bu Baraka tarvuz hosildorligi zo'r. Aha. Kattaligi cho'zinchoqroq tarvuz. 10 kilodan hosil beradi kamida. 10 kilodan. Sotdingizmi? Qancha bo'ldi? Qanaqa bo'ldi? Kamchiligi, afzallik tomonlari? Afzalligi endi bu yangi urug' bo'lgani uchun endi hamma bilmaydi, bilgan odam olib ketyapti. Bo'pti, bittasini kesib ko'rsatib bering-chi, qanaqa, qaysi bir yoqyapti, qani ichi qanaqa ekan, bir pichoqimiz bormi? Qani, o'zi qarab yoqqanidan. Taxminan necha kilo chiqadi bular? 12-13 kilo chiqadi. 12-13 kilo. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana ichlari ham qizil, chetlarigacha qizarib ketgan. Rangi yanada qizaradi. Hali bor yana buni o'zi pishishiga, lekin shunga qaramasdan hosili chiroyli va yaxshi. Keyingi yil yana ekasizmi aka, tavsiya qilasizmi qolganlarga ham? Tavsiya qilamiz, zo'r tarvuz. Zo'r tarvuz. Mana rahmat sizga. Hosili ham zo'r. Kasallikka chidamliligi qanaqa qolganiga nisbatan palaklari? Kasallik tekkani yo'q. Aha. Umuman kasal chiqqani bilmadim endi. Kasallik qanday? Kasalligiga ham chidamli ekanda. Rahmat. Yeylar, olinglar, ekinglar, baraka topinglar. Rahmat sizlarga.